Yashashga kurash, xudo xolisi. Stressga tushirmang. Voy. O'lib qoldi yarimi deb o'yladim. Mana vaqtida bilib qoldik, bu quyonimiz bolalariga qaramadi. Nobud bo'lib qolishiga ozgina vaqt qoldi. Mana hozir endi birinchi chorasini G'ayrat akam ko'ryaptilar. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana hozir shunaqa holatda nima qilish kerakligini ko'rsatib o'tib ketadilar. Hozir mana issiq pechkani oldiga olib kelib, Mana jonlanyapti bular, mashalloh. Xudo xolisa mana sekin jonlanyapti. men nobud bo'lib qoldi deb o'yladim. Yo'q, hammasi jonlanib, hozir chiyillashga o'tib mana. Taxminan qancha bo'lgan? Bir 20-15 daqiqalar bo'lgan to'g'ri. Agar yana 15 daqiqa kech qolganimizda bulardan ayrilib qolardik, xudo xolisa hammasi mana jonlanyapti. Alloh mo'jizalari mana ko'ryapsizlarmi? Xudo xolisa sababini qilamiz, inshaalloh nasib hisob qolamiz. Birinchi yordamni ko'rsatyaptilar. Mana issiqligi zo'r kelyapti. Zo'r kelyapti. Ha, o'shanga mana ko'z tegmasi, men o'lib qoldi yarimi deb o'yladim. Inshaalloh nasib qilsa tirilib ketadi hozir, yana jonlanib ketadi. Chiyilot, intilyapti uje mana bulardan, ko'ryapsizmi? Yashashga kurash, xudo xolisi. Ey, yashab ketsin. Mashalloh, mana bunisi uje o'lib bo'ldi dedim boya, mana qarang, tilini chiqarib o'tib qoluvdi mana. Mana ko'z tegmasi mana jonlanyapti. Yashab ketsin aka. Inshaalloh yashab ketsa, bularni boshqa quyonlarga boqtiramiz. Xudo xolasa. Mana. Quyonni ustiga yetadigani yo'q, kimlardir kasha bering, echki suti bering dedi, yo'q, bularni hozir boshqa quyonlarga qo'ysak, inshaalloh o'shalar zo'r boqib beradi. Ba'zi quyon suti yaxshi, qolgan sutlarda juda amrimahol bolasini olib qolish. Silabiy bo'lib yashagani ham ba'zi keyinchalik o'lib ketadi. U kasha masha yurunda hammasi, echki suti ham. Mana. Quyonni o'zini ustiga yetmaydi. Jami bolasi nechta aka? 8 dona inshaalloh. Ko'ramiz endi qaysi biri qoladi, qaysi biri ketadi. Iloyim hammasi Pechkada isitib turibdilar aka. hammasi yashab ketsin ishqib. Mana zudlik bilan G'ayrat akam uni yunini yulyaptilar. Hozir mana bolalari nobud bo'lib qolishi mumkin. Har doim ham bo'lavermaydigan tasvir. Soatimiz mana saharlik uje vaqti kelyapti. Lekin bu quyon hozir bolalarini nobud qilib qo'yishiga ozgina qoldi. Mana. Shunaqa holat sizda ham bo'lib qolishi mumkin. Bu ko'pchilik esankiraga shunaqa holat sizda ham bo'lib qolishi mumkin. Ko'pchilik shoshib qoladi. Mana G'ayrat akam ham shoshib qolgandek. Yo'q, men bolalarini saqlashga shoshilmayman, lekin bunaqa holatlar bizga oddiy hol. Oddiy, o'sha sizda bo'laverib. Ha, sekin ortmay, sekin yulyapmiz. Baribir negativ yozmaylar, akalar. Quyon o'zini ham baribir shipat qilib, baribir xuddi mendagi o'zini yuladi yungini. Bu hozir oladigan payt emas. Ona quyon mana shunaqa o'zini o'zi yuladi yungini. Endi shu ishni mana o'zi qilmadi, mana biz bajaryapmiz endi buni o'rniga. Shu quyonni 8 ta bolasini saqlab qolish jarayonidamiz. Qadrdonlar, siz uchun manfaatli, juda ham qiziq video bo'lishi mumkin. Videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'rib turing. Olib keling, zudlik bilan olib keling. Quyonimiz ko'ryapsiz, mana pechkani yordamida Maza uxlashyapti, ana, ancha jonlanib qolishdi. Paxtasini buni aka Alloh shunaqa yaratgan ekanki, terisi quyonni mana shu yuni. Suv o'tkazmas ekan deb eshitdim. Shunaqa. Ona quyon bekor yurgan, chiyillashyapti. Xudo xolasa yashab ketishadi inshaalloh. Xolasa Mana chiyillashyapti sekin. Hozir buni ona quyonlarga hozir bu holatda qo'shib bo'lmaydi. Ozgina isib olish kerak. Ozgina isib olsin. Endi sal ilib olsa ham qo'shib qo'ysa, keyin boshqalarini issig'iga, tanasini issig'i bilan yashab ketadi. Tavsiyalarini berib ketyaptilar. Bolalarini Oppo paxtaga o'rab qo'ydik. Mashalloh. Xudo xolasa nobud bo'lib qolmaydi. Yo'q, Allohdan endi mana pechkalarni yoqib qo'yib, akam buni tepasida birinchi yordamni ko'rsatdilar. Mana bolajonlar, mana bolajonlar. Mashalloh. Ancha o'ziga kelyapti, ana ham chiqarib qo'yapti. Mashalloh, isib qolishibdi ancha. Buni ona quyonni tagiga ham qo'yamiz, G'ayrat aka. Albatta. O'sha jarayonini ham yoritamiz. Boshqa begona quyon qabul qilmasligi ham mumkin, to'g'rimi? Qabul qilmasligi ham mumkin. O'sha jarayon juda ham ko'pchiligiga qiziq bo'lishi mumkin. Biz yoritamiz shu jarayonni. Har doim ham bo'lavermaydigan tasvirlar. Mana hozir juda ham o'ylantirib qo'yadigan holat bo'lyapti. Nimagaki hozir mojon quyonlarimni hammasini ko'rsam,
hozirgi bugun tug'ilgan quyonlarimga to'g'ri keladigani faqat shu ekan. Qolganlari 10 kunlik, Nechta? 12 Bu kunlik. yerda hozir nechta bola tug'ilgan? Buni o'zida 4 dona bor, bittasi juda kichkina, yashaydimi yo'qmi bilmayman. 3tasi zo'r sog'lom. Hozir mana shu mehribon ona qilmoqchilar, G'ayrat akam. Bu minikavlik, lekin u hammasi bunga ko'plik qiladi. Ko'plik qiladi. Ko'plik qiladi. Nechta qo'shasiz bunga? Bir 4 ta qo'shasizmi? Bir 4 tacha, bir 5 tacha qo'shib amallashim kerak. Keyin yana 2-3 ta bolasini qaysinga qo'shsam ekan? Hop bir-biriga to'g'ri keladiganlarni olib turib, keyin qaysidir ona quyonga u maydani boqtirsammikan, xullas bilmayman, boshim qotib qoldi. Yoki bo'lmasam yana bitta variant bor. Men 3-4 kun uni sal tetik bo'lguncha ona quyonga ushlab emizdirib, o'zim har kuni qarab boqib turishim kerak. Mana chorasi topildi. Mana bu quyonimiz 15 kun bo'lgan ekan tug'ganiga. Bolalari katta bo'lib qolgan. Ko'ryapsiz. Shuni hozir bolalarini bu ona quyondan ajratib, yangi tug'ilgan bolalarni bu qabul qila olaydimi, G'ayrat aka? Endi Allohdan so'rab qo'shamiz shunga. Men boshqa variant topa olmadim. Hozir buni bolalarini mana shunaqa tengdoshlariga olib, bu ona quyonga o'sha bolalarni boqtiramiz. Oling, mana shu jarayonni olamiz endi. Bismillah. Ko'p quyonlarim qariydi, mana endi amallaymiz. 3 tadan olamiz endi, hammasi qo'limga sig'maydi. Qaysinga qo'shamiz? Mana oching. Bismillahirrohmanirrohim. To'sib chalg'ib turamiz. Mana jarayon. Kattaroq ekan-a bular. Ha. Mana yana bittasi. bering. Ko'rib oling shunda. Bering. Bismillah. Bo'ldi. Ona quyon sekin mana ko'rimga chalg'iganda bolalariga bir-biriga hid o'tadi, hammasini boqib ketaveradi, xudo xolisa. Xolisa mana. Inshaalloh. 4 tasini qo'shdingiz-a? 4 ta qo'shdik ha. Qolganini qaysinga qo'shasiz? Keyin yana men bularni sekin bunga qilib, Hozir mana 3 tasi qoldi. 3 tasini endi qaysinga qo'shasiz? Bularni ham boshqasiga olamiz. Mana 3 tasi qoldi. Keyin yana ularni unga qilib yetishtirib olaman-da, xudo xolisa. Tayyor bo'lganlari ajralaveradi, keyin kamayaveradi, yetishib ketaveradi hammasi. Bismillah. Voy ana, hali ushlamagani ayrimlari chillab to'xtay. Hop. Mana chillayapti. Endi chaqaloqlar yig'lashyapti endi. Mana ko'rsataymi chillayotganini. Voy, endi ko'rsatmaydi o'tdim odamlar hozir negativ yozib qiynayapsan deydi, boshqa deydi. Hozir ilojimiz yo'q. Hozir mana joylashtirishimiz kerak. Mana ona quyonimiz ham yomon lekin. Mana mana ikkita. Ona quyoncha chatoq tashab qoladi, ehtiyot bo'lamiz. Bo'ldi, hurmatli operator. Qo'shildi, qutildingiz. Ha, bunga hozir qo'shdik. Endi mana bittasini mana qora zarangga mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz akkuratni. Bo'ldi. Yotaveradi, boqib ketaveradi, bo'ldi. Mana. Gap. Hurmatli operator, olib keling endi. Mana hozir quyonimiz Xudo xolasa yangi tug'ilgan Bo'shadi bu. Ha, mana shuni qabul qiladi Xudo xolasa. Bismillah. Mana mana qo'shadi. Tegi lekin aka tegida anaqa yo'q, zax bo'lib qoldi. Shuni tegini ham yopaylik. Hozir mana Tegiga azgina tashing. Mana shunaqa yuniga. bu boshqa ona quyonni yungini endi ajratib olishimiz kerak. Shu joylarini ham tushuntirib keting-da. Ajratib olib, Agarda hozir bu boshqa quyonni yuni aralashib ketsa nima bo'ladi aka? ona quyon endi hid bilish qobiliyati kuchli, boshqa quyonni yungini bilsa ham boqmasligi mumkin. Hozir bularni yana o'zini eski narigi yungilarga ham yopib qo'yamiz o'rab. Yunini imkon qadar aralashtirmayaptilar. Mana hozir yana ikkita qoldi. Chiqarib tashlayapman mana. Yunini qo'shmaslikni tavsiya qilyaptilar aka. Tozalab. Endi bu ona quyonni o'zini quyon ana yuniga aralashtirib tashlayapsiz-a? Ko'p qo'ydik, issiq bo'lib yotaveradi. Ona quyonimiz xudo xolasa boqib ketadi. Mana hozir joylab qo'ydik. Ortiqcha bezovta qilish niyatimiz yo'q. Saharga yaqinlashdik, soatimiz bonglari. Bu quyonimiz mehribon ona bo'la oldimi? Bu jajjigina quyonlarni qabul qildimi, yo'qmi? Tez orada sahifamizga joylaymiz. Obuna bo'lib, bizni tasvirlarni kuzatishda davom etinglar. Albatta, zerikib qolmaysizlar. Mana hozir quyonimiz. Mana yana muvaffaq bo'ldik. Qabul qildi. Yana yurib qolyapti. Mashaalloh. Mana
Stressga tushirmang. Stressga tushirmang mumkin emas. Ko'rishinglar mumkin. Ana qimirlayotganini mana ko'rsting, operator mana jonlanyapti. Ona quyon yalab yulqab, bolajonim deb sekin erkalayapti. Qabul qildi, xudo xolasa. Albatta, xudo xolasa. Qadrdonlar, Allohdan so'rab sababini qildik-ku. qabul qildi quyonimiz.